Tenglik masalalari. Inson jannatda ham yuragining yarmini to'ldiradigan sevgilisini axtaradi. Kirish. Saodatli oila er-xotin o'rtasida bir yoqadan bosh chiqarish, birlashish bilan bo'ladi. Bir kabutarni ikki qanoti singari birga ko'tariladi, birga harakat qiladi. Buni ikki narsa ta'minlaydi. Biri tenglik, ikkinchisi esa moslashuvchanlik. Insonda xayrixohlik, moslashuvchanlik ortgani sari juftiga bag'rikenglik xislatlari ortadi. Ishq imtihonining muhim bir bosqichi moslashuvchanlik darajangizga ko'ra faqirliklarga moslasha oladigan nomzodni tanlay olishdir. Oilani mustahkamligi, juftlarni ideal birligi, bir yoqadan bosh chiqarishi, hurmati va moslashuvchanligiga bog'liq. Davomli ravishda bir-biriga turli masalalarda hujum qiladigan juftlarning o'rtasidagi munosabat uzoqqa bormaydi. Tenglik, din, iffat, madaniyat, urf-odatlar, kishilik kabi o'lchovlardan axtariladi. Ammo uning darajasi matematik hisob-kitob formulalari bilan emas, o'zaro yuraklar, qalblar tomonidan belgilanadi. Siz tanlagan odamingiz bilan o'zingizni teng hisoblaysizmi? Tanlagan odamingiz ham o'zini sizga teng deb hisoblaydimi? Bir-biringizga umr bo'yi qadr-qiymat berib, hurmatingizni saqlay olasizmi? Bir-biringizga moslashib, o'rtangizdagi farqlarni qabul qila olasizmi? Moddiy tomondan tenglik. Sharoitlari jihatidan teng bo'lgan juftlar bir-biri bilan oson til topishadilar. Bir-biringizga ma'qul bo'lgan nomzod bilan munosabatlaringiz yaxshilanib, turmush qurish haqida o'ylay boshlaganingizda, tenglik darajangiz borasida fikrlay boshlaysiz. Chunki yurakdan bog'lana olish uchun bir-biringizni hurmat qilishingiz kerak. Bunda sizni moddiy tomondan darajangiz istasangiz ham, istamasangiz ham munosabatlarga ta'sir qiladi. Tenglikni moddiy va ma'naviy o'lchovda ko'rishimiz mumkin. Moddiy o'lchov bular yosh, bo'y, vazn, unvon, maqom, ijtimoiy holat. Ma'naviysi esa dini, axloqi va madaniyati deyishimiz mumkin. Moddiy holat turmush qurishda nechog'lik muhim. Juftlar bir-birlari bilan nima uchun va qaysi o'lchovda teng bo'lishlari kerak. Teng darajadagi juftlarning oilasi sog'lom va mustahkam bo'lishi ko'p ta'kidlanadi. Xo'sh, bu fikr to'g'rimi? Istisnolar bo'lishi mumkinmi? Ba'zi oilalar tenglik masalasiga haddan ortiq e'tibor qaratishadi. Agar tashqaridagi ma'lumotlarga juda e'tiborli inson bo'lsangiz, unda siz atrofdagilarning fikrlari haqida ham ko'p qayg'urasiz. Hatto ularni bo'yidagi farqdan ham muammo yasaysiz. Shunday bir ziddiyat bor. Bir xil turdagi elektr zaryadlari bir-biridan qochadi va zidlari bir-birini tortadi. Har tomondan bir-biriga o'xshaydiganlar bir-biridan qochishadi. Zotan Alloh taolo erkak va ayolni bir-biri bilan bir xil qilib yaratmagani uchun qarshi jinsga qiziqishadi. Ularning orasidagi farqlar va bo'shliqlar bir-birlarini to'ldirishiga sabab bo'ladi. Birining mehribonligini biridagi jasorat to'ldirmoqda. Lekin bu farqlar chuqurlashganida endi o'rtada bog'lana olmaydigan darajada masofa ko'rinadi. Tenglikda va odil holatda oldi-berdi qila olmaydilar. Biri davomli shaklda biriga yuk bo'ladi. Eng boshida ma'naviyatni ustun qo'yganlar keyinchalik moddiy tomonlarga butun e'tiborini qarata boshlashadi. Ko'p erkaklar o'zidan ustun va badavlat ayol bilan turmushini davom ettirishda qiynaladi. Ba'zan esa ayol bu ustunliklarni erkakning oila rahbari ekaniga qarshi qo'llaydi. Natijada oila rishtalari uziladi, parchalanadi. Turmush qurayotganda mol-mulkning birlashuvi, bo'lishuvi e'tiborga olinadimi? Agar bo'linadigan bo'lsa, u qanday taqsimlanadi? Ozmi, ko'pmi moddiy tenglik bu kabi muammolarni yumshata oladi. Endi yosh farqiga kelsak, jamiyat ayolning erkakdan 3-4 yosh kichik bo'lishini xush ko'radi. Bilishi kerakki, otasi teng insonga turmushga chiqqan ayol kelgusi hayotida jinsiy muammolarga duch keladi. Undan tashqari yor birodarlar, qarindoshlik munosabatlarida ham noqulayliklar bo'ladi. Keksa oilalar bilanmi, yosh oilalar bilanmi bordi-keldi masalalarda arosatda qiynaladi. Endi ayol tomonidan qaraydigan bo'lsak, unda klimaks davri boshlanadi. Jinsiy hayotdan uzoqlashishi mumkin. Bu esa erkakka nisbatan nomutanosiblikni o'rtaga chiqaradi. Madaniy tenglik. Biz o'z madaniyatimiz, urf-odatlarimizga ko'ra hayot kechiramiz. O'yin-kulgilarimiz, sevimli mashg'ulotlarimiz, doimiy faoliyatlarimiz barchasi madaniyatimiz atrofida birlashadi.
Shu tomondan qaralganda turmush quradigan nomzod bilan bo'lishadigan xursandchilik va xotirjamligingiz bo'ladi. Juftingiz bilan sizni bog'laydigan jihatlaringiz ko'pligi ikkingizni bir-biringizga bog'lovchi rishtalar demakdir. Begona bir madaniyat, boshqa din, axloq va dunyoqarash vakillarining turmushi kamdan-kam holatlarda saqlanib qolishi mumkin. Ayollarni shunday ishontirishadi. Nima emish, bir xil burch ostida bo'lsangizlar, yaxshi kelishasizlar, bir-biringizni doim tushunasizlar. Mantiqan qaraladigan bo'lsa, bunda diniy asoslar yo'q. Bular aqlan tanballik, osonini tanlash, mas'uliyatdan qutulishdan boshqasi emas. Nima uchun nomzodni madaniy tomonlarini o'rganish o'rniga insonlar bir tomonlama qiyoslashga, qiymat berishga urinmoqdalar? Buni qanday muhim jihatlari bo'lishi mumkin? Turli sanalarda tug'ilganlar jufti bilan juda inoq yashashlari mumkin. Ayni burch ostida bo'lgan juftlarning hayotlari dahanaki qirpichoq, dushmanlik bilan kechganlari bor. Insonning shaxsiyatini, yetukligini tug'ilgan sanalari va burjlari bilan bog'laydigan, asoslaydigan hech qanday dalillar yo'q. Insonni shaxsiyat masalasi turmush tarzi, parvarishi, ta'limi va tajribalari bilan bog'liqdir. Odamlar o'zlarini kurakda turmaydigan, uzundan uzun bekorchi gaplar va uydirmalarga ishontirib yurishadi. Shundan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, eng ko'p keladigan xatlar mazmuni balki sizga ham tanishdir. Turmush o'rtog'im meni mensimaydi, nazariga ilmaydi. Oilaga aloqali birorta masalani men bilan maslahat qilmaydi. Sen baribir hech narsani tushunmaysan, deydi. U bilan gaplasha olmayapman. Gaplashadigan masalamiz yo'q. Mana ikkita farqli madaniyat. Qiz pul topgan, faqat o'zini istaklariga ko'ra ishlatgan. Oilasidagilar aralashmagan. Unashtirilgan yigitiga men uyga nimadir sotib olish uchun hech qachon uydagilardan ruxsat so'ramayman. Siz ham uyingizdagilarni bizning oilaga aralashtirmaysiz demoqda. Topgan pulini onasiga berib, o'zini xarajatlariga ham onasidan so'rab olishga o'rgangan yigit bu gaplarni eshitib hayratga tushmoqda. Ko'rinib turibdiki, bu xonim qarorlarini oilasi bilan maslahatlashadigan bu yigit bilan aniq ziddiyatlarni boshdan kechiradi. Madaniy tenglik axloq va yashash tarzi tengligi ham demakdir. Qotil bilan qotil birodar bo'lib oladi, lekin bo'ri bilan qo'zi kelisha oladimi? Sog'lom oilaviy sharoitda katta bo'lgan qiz bir yigitni sevib qoladi. U bilan turmush qurish uchun oilasidagilarni hammasiga qarshi chiqadi. Oradan ko'p vaqt o'tmasdan yigitni giyohvand ekani, hatto giyohvand bir ayolning undan farzand ko'rgani ma'lum bo'ladi. Lekin shunda ham unga turmushga chiqish fikridan qaytmaydi. U bilan qochishga kelishadi. Endigina rejani amalga oshirmoqchi bo'lib yurganda yigit qimmatbaho taqinchoqlarni o'g'irlash vaqtida qo'lga tushib, 25 yilga ozodlikdan mahrum etiladi. Qiz unga turmushga chiqa olmaydi. Jamiki bo'lib o'tgan voqealardan keyin qizning kallasi ishlab qoladi. Undan qutulganiga shukr qiladi. G'arb madaniyatida voyaga yetgan bir qiz turkiyalik yigit bilan sevishib qoladi. Unashtiriladilar. Nikoh yaqinlashgan vaqtda esa yigit onasi bilan birga yashashlarini aytadi. Bunday ehtimol xayoliga kelmagani uchun unashilgan vaqtda so'ramagan ekan. Kelin esa men bunday oilada, bunday sharoitda yashay olmayman deya oyoq tirab turib oladi. Kelin xonim, boradigan oilangizni, sulolangizni madaniyati shunday. Siz u sulolani urf-odatlari haqida nima uchun unashuvdan avval gaplashmaysiz, so'ramaysiz? Dalada, cho'lda, ovulda voyaga yetgan inson adabiyot va san'at ila katta bo'lgan inson bilan turmush qursa, ularning munosabatlari qanday bo'ladi? Aslo qo'liga kitob olib ko'rmagan erkak bilan hayotini kitobsiz tasavvur qila olmaydigan ayolni oila qurishi qanday bo'ladi? Ular bir-birlari bilan nimani gaplashishadi? Nimani so'raydi? Qanday javob beradi? Unashuvdan oldin juftingizdan qanday kitoblarni o'qigani, qaysi filmlarni ko'rgani haqida ham savol berib ko'ring. Haqiqat shuki, siz faqatgina juftingiz bilan emas, kerak bo'lsa uning dunyoqarashi, madaniyati, urf-odatlari bilan ham turmush qurasiz.